Sizlar hammaga assalomu alaykum. Miss Talina 2026 bo'yicha savollar, qiziqayotgan qizlar juda ham ko'p. Men qolib ketyapman, menga javob berishmayapti deb xavotir olib, panikaga tushmanglar qizlar. Hammanglar bilan Xudo xolasa 5-aprel kuni soat 10:00 da Andijon shahri Kuaf universitetida ko'rishamiz. Xo'p, kastingdan qanaqa qizlarni tanlab olamiz? Biz bu safar 50 ta qizni tanlab olamiz va finalgacha ulardan 20 ta qiz qoladi. Ya'ni shartlar bo'ladi orada ham. Xo'p, 50 ta qizni qanday tanlab olamiz? Qiziqarli. Modellik yo'nalishlari bo'yicha go'zallik tanlovlarida hech qanaqa standartlar, cheklovlar yo'q. Hammanglar qatnashsanglar bo'ladi va biz kastingda qizlarni umumiy hamma tarafdan rivojlanishiga ahamiyat beramiz. Masalan, tashqi ko'rinishinglar, o'zinglarni tutishinglar, nutq so'zlash madaniyatinglar, kiyinish madaniyatinglar va undan tashqari savol-javoblar bo'ladi. Sizlarning orzuyinglar, maqsadinglar konkursga qatnashishga